Shahar markazidan elitni joyidan zo'r joy topib qo'yganmiz. 4 qavatli g'ishtli uylarni 2-qavatdan 2 xonali kvartira. Universitet shundoqqina bir qadam kirib yashashga ham tayyor, ijara qo'yaman desangiz ham zo'r variant. Bu birinchi xonasi, ko'rib turganingizdek chiroyli holatda, konditsioner mana bu mebellar o'rnatilgan, gilam pardalargacha qoldirilyapti. Oyoqdagilari ham taxtapol qilingan. Mana bunday shkaflargacha yasatilgan. Bu yerda esa ikkinchi xonasini ko'rishingiz mumkin. Ichkariga ham mana shunday yasatilgan mebellar. Juda ham chiroyli, yaxshi holatda, ixchamgina 2 xonali kvartira. Tashqaridan kirish qismlari, koridor va bu tomonda umumiy sanuzelni ko'rishingiz mumkin. Oyoqdagi devorlariga kafellar qilingan. Bu tomon esa oshxona. Ko'rishingiz mumkin, oshxona jihozlari qoladi. Romlari to'liq akfa romlarga o'zgartirilgan, panjaralarigacha qo'yib qo'yishgan. Juda ham ixchamgina, fayzli xonadon. Do'stlar, uyni qisqacha tanishtirib o'tdik. Shahar markazida joylashgan Aloqa bank universitetga bir qadam juda ham elitni hududda 2-qavatda 2 xonali kvartira va mana shu turishiga 28 ming dollar so'rashyapti. Albatta, ozroq kami bor. Qiziqqanlar bo'lsa, quyidagi raqamlarga aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Bizni kuzatishda davom eting. Like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Sizlarga eng yaxshilarini ilishda davom etamiz.